Hozir aytadigan aptechning 7 ta mahsulotim ajillaringizni ketkazib beradi. Peshonadagi ajillarga retinolli emas, bu terini bo'shatadi hamda chuqur ajillarni ham yoyishga yordam beradi. Ko'z atrofi ajillari uchun Blefaragel sostavida Gyaluron plus aloe kislotasi bo'lib, aynan ko'z atrofini namlaydi hamda mayda ajillarni yo'qotishga yordam beradi. Nosogubga chuqurlashdimi, Salkaserin u terini qattiqligini, mustahkamligini oshirib beradi, nosogubingizni chuqurlashini oldini olib beradi. Bo'yingiz shu holatga kelib qoldimi yoki shu holatga kelib qolishini oldini olmoqchimisiz? Kuriozindan foydalaning. Sostavida Gyaluron kislotasi hamda sink bo'lib, terini oqartiradi hamda rag'batlantirib berib, chuqur namlab beradi. Yuzingizdagi teringiz yumshab, osilib ketganmi? Sizga nikotinli kislota yordam beradi, terini qattiqlashtirib beradi hamda chidamliligini oshirib, rag'batlantirib beradi. Ko'z tagida shishlar bormi? Traxivazin gel bir haftada отекlarni olib, shishlaringizni ketkazib beradi. Teringiz o'ta quruqmi? Pantenolli krem yoki spreylardan foydalaning. Teringizni aynan quruqligini yo'qotib beradi. Bir narsaga e'tibor bering, ya'ni eslatib o'taman. Aptekadan olinadigan mahsulotlar faqatgina sizni bir haftalik muolajangiz hisoblanadi. Undan ortiq foydalanish bu sizni teringizda yomon asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Sizga haqiqiy rezultat kerak bo'ladigan bo'lsa, professional muolajalarni tavsiya qilaman. Buning uchun direktdan murojaat qiling. Albatta, muolajaga yozilishni unutmang.